Assalomu alaykum chorvachilar. Xudo xolisa Ko'chamsoydan kelishibdi otalarimiz. Mana mashinada. Klientlarimiz hammalari mana ustida ko'rib, ustida ko'rishyapti, tekshirishyapti inshaalloh. Chiroyli qilib berdik hoji akalarimizga inshaalloh. Mana mashinani ochishadi. Xudo xolisa yuklab beramiz. Hop, hali narxini kelishmadik. Qanchadan berasiz deyaptilar. Siz aytgan narxdan beraman deyapman. Xudo xolisa hozir keladilar. Inshaalloh kelishib qolamiz. Keling ota. Mana uni kelishuvini qilamiz. Qancha olasiz? Mana ayting. Xudo xolisa boshqalar ham ko'radi-da buni. Mana kelyapsiz ota, duo qilib qo'yasiz. Kosondan keldingiz-a? Ha, Koson. Shindovuldan keldim. Tanjoningiz sog' bo'lsin. YouTube'da bu kishini ko'rib, Inshaalloh. endi shu yemlarni o'zi ko'rdim. Haqiqatda shularni nimasi toza narsalardan qilingan, tayyorlangan narsalar, yemaklar. Tekshirdingiz. Tekshirdim. Bo'ldi. Qo'ylarga borib qo'ylarni ham ko'rdim. Ana, qo'ylarni ko'rdingiz aka. Endi hozir o'zimiz bilan bir 2-3 kilo xudo olsa o'tib ketamiz. Tanjoningiz sog'. Qanchadan qilib beray? Mana yuzim, men o'zimni ko'rdingiz. Bu kishi qanchadan qilib beradi? Mana yo, siz ayting, qanchadan qilib beray? Ayting. Mana 4500 so'mdan bering dedim. Men beraman. Sizga berdim. Rozimisiz? Men mingdan ming roziman. Siz rozi bo'lasizmi? Berdim. Bor ekan. 4500 dan yuklayni 2 kilo. Akalar murojaat qilaverasizlar, qanaqa yem kerak bo'lsa. Hoji akalarim aytgan narxdan qilib berdim. Inshaalloh uzoqdan kelishdi. Kosondan dastavkangiz bormi deyshadi. Dastavkani umuman o'ylamayni. Dastavkalarni chiroyli qilib voy bepul qilib beraman. Bepul bonuslargacha qo'shib beraman. Xudo xolasa. Sizlar podдержкада bo'lsanglar bo'ldi. Like, podpiskalarni ayamayni akalar. Inshaalloh biz xizmatingizdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa hammanglarni shu yerda kutamiz. Kuzinani oldida aralashtirib beramiz. Mahsulotimizga 100% javob beramiz. O'zimiz boqayotgan qo'ylargacha olib borib ko'rsatamiz. Men akalarga ko'rsatib keldim, hoji akalarga. Ko'rsatib ham qo'ramiz. Xudo xolasa. Inshaalloh hammamiz inshaalloh xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yemxonalarimizda kutamiz.